Kuzatuvchilar, shu o'rinda akamizni mana xudo xolisi ona bola sigirlari ham bor ekan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana xudo xolisi Samarqand viloyati, ya'ni xudo xolisi Pazdarg'om tumanidamiz. Nasib bo'lsa Kamolot mahallasi, ya'ni Charxinda hurmatli do'stlar, akamizni xonadonlari. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Akamiz xudo xolisa mana yoshligidan mana sementalni hamda bu novvoslarni ikkalasini yonbosh qo'yib boqayotgan ekan. Biz xudo xolisa keldik, syomkalarni sizlarga taqdim etmoqchimiz. Hafta kuniga, demak, shanba 5-aprel 2025-yil. Nasib bo'lsa, endi tish yorishga tayyorgarlik ko'ryapti dedi har ikkalasi ham. Demak, aka, novvoslar haqida bitta ma'lumot berib o'tsangiz, qanaqa yem-yemishlar berilyapti va novvoslarimizga shu kichiklardan uzoqchaligidan katta qilyapmiz. Ketay, unjalash. Nima yedirish kerak bo'lsa yedirib kelyapmiz. bu buqamiz ham o'zimizni shu Jaydar molni bolasi ekan. Semiz ekan, zo'r ekan. Madani yaxshi. Mabodo qassobaga kerak bo'ladi, telefon qilaversa ham bo'laveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana keyingisi mana semento dumbabaylab yuborgan. Vaqti zo'r ekan. Bitta yelkalari, kengishliklari mana holati. Endi mana bu yer yuqori, bu yoq past. Biz turgan joy ham sal yuqoriroq, может katta yoki kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Semental mana. Firmaga, mollariga olaman deganlarga xudo xolisa akamiz kelishtirib beraman o'tga. Nasib bo'lsa nasllikka yaxshi mol. Endi tish yoryapti. Nasib bo'lsa endi bundan buyon semirishi ham o'ta zo'r bo'ladi. Xohlasa suysayin, xohlasa hamma tomonga o'ynaymiz. Kelaversin deyapti. Yeb ichishi hammasi joyida. Ishtahasi ham zo'r. Aka, endi buni aka bahasi haqida bitta ma'lumot bersangiz. Bahosini endi nima deymiz? 52 million deymiz. Qayerga o'tib beramiz? 52 bunisiga baho qo'yildi. Bunisiga necha aka? Bunisiga 32 baho qo'yamiz. Bunisining ham qayeri bor. 32 32 ga 52. 32 millionga akalar 52 million so'm baho qo'yilyapti. Mana buqalar, xudo xolisa. Yeyotgan yem-yemishlari mana kunjalar berilyapti ekan. Bu yoqda bida mana buqalar. Ishtahasi o'ta ajoyib. Old tomondan olamiz. Bo'ynlar, tushliklari, baqbaqalari mana do'stlar. Endi to'g'ri katta mol bu yerga aylantirib ko'rsatadigan joyim yo'q dedi akamiz. Shu tufayli biz qo'ydirmadik. Mana do'stlar, bo'yniga e'tibor beraylik. Bo'yin hozir bilinmay turibdi, mana bog'ishda attak bo'yin vaqti zo'r. Kaltaroq bog'langan. Mana kaltaroq bo'ylangan ekan. Bir-biri bilan janjal qilmasin degan maqsadda. Yergacha bu yog'i to'shliklari, poychalari, mana tuyoqchalari hammasi joy-joyda. Demak, xohlasa qassob egalar deb bo'lsa, xohlasa nasllikka deysin. Mana nasib bo'lsa shu mol. Do'stlar, ekranda raqamlarda Telegram, WhatsApplar bor, bemalol murojaat qilaverasizlar akalarimizga. Telegram bor, WhatsApp. Telegram bor, xo'p. Demak, hurmatli do'stlar, Telegram bor ekan, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana nasib bo'lsa novvos. Bo'yi taxminan necha bor aka? 40 bor. 1,5 balandmi? 1,5 baland deyapti. Mana do'stlar. Kuzatuvchilar, shu o'rinda akamizni mana xudo xolisi ona bola sigirlari ham bor ekan. Bir qatorda ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mana shu boyagi biz chiqaramiz-ku Samarqand viloyat Pazdarg'omdan Nurbek aka deb. O'sha kishidan olgan ekan. O'tgan yil oldingiz, aka? O'tgan yil oldingiz. Baraka topdingizmi aka? Baraka topdik. Baraka topgan ekan. Mana buzog'i. Yaqinda tug'gan ekan. Tishi qanaqa aka? Tishini og'iz to'ldirdi endi. Og'iz to'ldirdi. Suti nechta ekan? Suti 10 ta beradi. 10 ta beradi. 10 ta. Tomog'idan beradi. Yesa ko'paytirib ketaveradi. Buzog'i necha kunlik bo'ldi aka? 31-martga tug'ilgan buzog'i. 5 kunlik bo'libdi. Mana. Akalar, o'rta holdagi sigir mana xonadonda boqib, mazza xudo xolasa sutini 10 taraf sutini sog'ib olsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Yeyishiga, ichishiga xudo xolasa e'tibor juda ham chiroyli qaratasizlar. Mana buzoqchasi novvoscha ekan, yaxshi ekan, gibrid ekan. Qanaqa ho'kizga qo'yardingiz aka? Mesni kattaroq ho'kizga qo'yuvdik. Rangi Shunday chiqdi. O'zimiz Jaydar mollarga qo'yilgan. Ha, demak akalar Jaydar molni olasiz mana. Yonmamas ekan, buzoqchasi chiroyli buzoq chiqibdi, shuvit bu. Mana sigirimiz. Demak aka, bu sigirga qancha baho qo'yamiz? Sigirga 26 million deymiz. Xayrini qilib beramiz. 26 million so'm baho qo'yilyapti. Xayri qilib beraman dedi. Mana akalar, chiroyli ovlari ham chiroyli ekan, mana akalar. Yelinlari ham. Xudo xolasa. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zi bolasi mana bitta ikki tomonda yuqoridan tortyapti. Mana u tomonga o'tib yemayapti, bu tomonga o'tib yemayapti. Mana o'zi tortilib boryapti. O'zi mana xudo xolasa shom kiradi, sirazi sigir kirgizib sog'iladi. Demak, sutini endi ko'paytiradi. Bitta ham sog'dingizmi?
Bitta ham sog'ligan ekan mana. Ozgina yurgizing-da aka sigirni. Aka qancha baho qo'yamiz sigirimizga? 26 million baho qo'yamiz. Xayrini qilib beramiz. 26 million, ha? Obunachilarimiz. Mana. Doktor buvomiz, o'zi doktor ishlagan akamiz o'zi. Xudo xolasa akalar, baraka topdim dedi. Mendan olgan baraka topsin degan maqsadda, Xudo xolasa mana bizni chaqiribdi. Mana Xudo xolasa ijtimoiy tarmoq qo'yapmiz. Sizlar ham baraka topingizlar. Bolasi novvoscha 10 ta sut beradigan bo'lsa, akalar mana shu sigirchamiz zo'r. Aka, Alloh ishingizga Alloh baraka bersin. Charchamang aka. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Hammaga omad do'stlar.